Keling, bugun siz bilan readingiz haqida gaplashamiz. Gaplashadigan mavzumiz shuki, ko'pchilik IELTS yoki TOEFL kandidatlarida uchraydigan muammo, nima uchun hali ham reading passajlarini tushunmayapsiz? Ya'ni shuncha reading mock ishlasa ham, a, so'z yodlasa ham yoki shuncha grammatika bilsa ham nima uchun, nima muammo bo'lyaptiki, ya'ni siz a, readingni hali ham tushunmayapsiz yoki katta qismini tushunmayapsiz. Ozrog'ini tushunib, katta qismini tushunmayapsiz. Xo'p, bu darsda asosiy muammolarni ko'rib chiqamiz siz bilan va ularga har biriga joyida yechim berib ketishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Bu darsimda ko'rsatish uchun IELTS reading passage olganman. Mana passage 1 real examda tushgan passage. Aytishlarim mumkin, seferda boshqacha bo'ladi. Sefer ham IELTS ham bir xil o'zi readingi. Part 1 bilan 5 o'xshash, xuddi IELTS readingda bo'ladi. Hozir bizga reading IELTSdanmi, TOEFLdanmi buni aloqasi yo'q. Farqi yo'q, biz faqat ichidan buni misol olganmiz. Xo'p, demak boshladik. Asosiy muammolarga o'tadigan bo'lsak, birinchi muammomiz bizga lack of vocabulary, ya'ni so'z boyligining yetishmovchiligi. Siz yetarlicha so'zlarni bilmaysiz o'sha o'qiyotgan passagengizdagi. Agar siz o'sha passajdagi tekstdagi 90% so'z biladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan grammatikasiz ham yoki biror bir qiyin strukturalarsiz ham yaxshi ball olib chiqishingiz mumkin. Ya'ni o'rtacha yoki o'rtachadan baland ball olib chiqishingiz mumkin. Xo'p, bunda passage ishdan bitta misol olganman. Many towns and governments were at a loss as to what to do. O'zi ko'rinishdan kichkinagina gapga o'xshaydi. Lekin bu yerda g'ij-g'ij grammatika, so'zlar va nimadirlar. Kichik gapda ko'p narsa tiqilgan. Xo'p, keling, siz bilan birinchi beginner student bo'lib tarjima qilib ko'ramiz. Many ko'plab, ko'p towns and governments shaharchalar va hukumatlar were edi at a loss. At a loss degani qanaqa tarjima qilinadi? Beginner student, loss degani yo'qotmoq. Ha, demak, yo'qotishda ekan deb tarjima qiladi. Xo'p, shuni tarjima qilib ko'ramiz. As degani dek deb o'ylashi mumkin, beginner student faqat dek degan ma'nosini biladi. To nimadir, xullas tushunmadim buni. What to do qilishmi, nimadir, xullas nimadir. Bo'ldi. Endi keling, beginner student bo'lib tarjima qilamiz. U nima deb tushunadi? Beginner student. Ko'plab shaharlar va hukumatlar yo'qotishda edi, nima qilishdek. Ma'no chiqmayapti. Endi bu yerda muammo nima bo'lyapti? Studentimiz at a loss va as to keyin what to do degan so'zlar tarjimasini bilmayapti. Bu grammatika deyishimiz mumkin qisman. Chunki bu yerda predlog bor yoki vocabulary desak ham bo'ladi. Keling, endi bular tarjimasini ko'rib chiqamiz. Demak, at a loss degani at a loss means confused, unsure, or not knowing what to do or say in a situation. It can also mean to lose money in a business or trade depending on context. Hop, at a loss degani confused, adashib qolgan, chalkashib qolgan, unsure, amin emas, sure emas, nima qilishga. Keyin not knowing what to do, nima qilishni bilmaydigan deyapti. Yo'qotish degan ma'nosi ham bor ekan, pulga nisbatan. Faqat bunda kontekst financial yoki moliyaviy bo'lishi kerak. Moliyaviy yoki iqtisodiy bo'lsa, bu pul yo'qotmoq degan ma'noda keladi. Lekin bu yerda hukumatlar va shaharchalar pul yo'qotyapti, nima qilishda degan ma'no chiqmayapti. Demak, keling, unsure degan tarjimasini olamiz. Demak, hukumatlar va shaharchalar, ko'plab shaharchalar va hukumatlar unsure ekan, ya'ni amin emas ekan, bilmay ekan. Endi as to'ni ko'ramiz. As dek degani emas, as degani about, regarding, concerning degan. Haqida, aloqador yoki shu bilan malakalangan degan ma'nolar beradi. As to, about the formal shakli. Endi keling qo'yib ko'ramiz. As to, what to do nima degan? What to do, nima qilishni degan. What to do, qilish, nima qo'shamiz? What to do, nima qilishni bo'ladi. Endi keling, haqiqiy advanced o'quvchi yoki sal yaxshiroq o'quvchi tarjima qilib ko'ramiz. Ko'plab shaharchalar va hukumatlar nima qilish haqida, nima qilishligi haqida unsure edi, ya'ni amin emas edi. Ular adashib qolgan edi.
nima qilishini bilmasdi deyapti. Ma'no shuki, comprehension degani bu ma'noni tushunish. Tarjimani o'zi comprehension kirmaydi. Tarjima boshqa narsa, comprehension boshqa narsa. Ma'no shuki, ko'plab shaharchalar va hukumatlar nima qilish haqida bilmayapti. Ya'ni nima qilish haqida amin emas. Ular ikkilanib qolgan, adashib qolgan demoqchi. Ana ko'rdingizmi? Ikkitagina so'z at a loss bilan as to bizaga butun ma'noni o'zgartirib yubordi. Boshidagi beginner bo'lib tarjima qilganimiz umuman boshqa edi. Hozir hamma so'zni ma'nosini bilib tarjima qilganimiz umuman boshqa bo'ldi. Agar sizga mana shunaqa mana shu gapdan true false not degan savol berilsa, katta ehtimol bilan topolmaysiz. Chunki tarjima noto'g'ri bo'ldi. Ikkinchi muammo not being aware of advanced grammar structures. Yuqori darajali grammatik strukturalarni bilmaslik yoki xabardor bo'lmaslik. Xo'p, buni ham passage-dan olganman. Mana bu yerda along with making peace with the Aboriginal people, Philip also had to try to reform as well as discipline the convicts of the colony deyapti. Keling, endi ko'rib chiqamiz. Demak, buni ham xuddi shunday oddiy o'quvchi tarjima qilib ko'ramiz. Along with degani, along degani xo'p, yonida, atrofida tarjima qiladi. Atrofida. Making peace, tinchlik qilish. Aboriginal people o'sha aborigen aholi, aborigen odamlar. Philip also had to grammar majbur bo'lib qolmoq, shart degan tarjimalar beradi. As well as degani as dek well yaxshi. O'zi ma'no chiqmaydi. Bu hamda degani. Discipline bu yerda fe'l keladi. Endi mana agar biz oddiy studentlik yoki oddiy kandidatlik tarjima qilamiz, o'zi ma'no chiqmayapti. Yonida, atrofida reforma qilish kerak, dek, yaxshi, intizom, ma'no chiqmayapti. Mana shundan kelib chiqadi, tez o'qigan payti bu umuman tushunmaslikka olib keladi. Keling, hammasiga alohida o'tiramiz. Along with degani shu bilan bir qatorda degani. Shunaqa grammatika bor. Along with dan keyin verb ing gerund keladi. Nimadir ish qilish bilan bir qatorda, nimadir ish qilindi yoki qilinadi deb aytiladi. Along with yonda deganimiz bilan bir qatorda degan. Xo'p, tarjima qilamiz. Along with making peace with the Aboriginal people. Making peace degani bu make peace, tinchlik o'rnatmoq degan. Bu collocation kiradi. Making peace. Xo'p, aborigen aholi bilan, aborigen odamlar bilan tinchlik o'rnatish bilan bir qatorda. Endi virguldan keyinga o'tamiz. Philip shuningdek had to degani to'g'ri kelmoq, majbur bo'lmoq, shart bo'lmoq degani. O'tgan zamon. Philip shuningdek also degani had to try to reform isloh qilmoq, o'zgartirmoq, yaxshilamoq. As well as degani shuningdek hamda. Discipline nimaga chizib qo'ydim? Sari bilan belgiladim. Chunki bu discipline bu yerda intizom bo'lib kelmayapti. Bu yerda to'dan keyin kelgani uchun bizaga bu fe'l bo'lib kelyapti. Xo'p, Philip shuningdek mustamlakaning jinoyatchilarini tartibga solishi hamda isloh qilishiga to'g'ri kelganda deyapti. Endi gapni hammasini qo'shamiz. Aborigen odamlar bilan tinchlik o'rnatish bilan bir qatorda Philip koloniyaning jinoyatchilarini tartibga solishiga hamda reforma, isloh qilishga harakat qilishiga to'g'ri kelgandi. Ya'ni shu shart bo'lib qolgandi, majbur bo'lgandi deyapti. Soddaroq aytadigan bo'lsak, nafaqat u Philip aholi bilan tinchlik o'rnatish kerak, balki jinoyatchilarni ham tartibga solish kerak. Ularni yaxshilash kerak. Ma'no shu. Mana shu ma'noni chiqara olishimiz bizga comprehension deyiladi. Keyingi muammo not knowing meaning of idioms and collocations. Idiom va collocation, ya'ni so'z birikmalarining ma'nosini bilmaslik. Misol uchun, buni ham tekst olganman. From the beginning, boshlanishidan Tench stood out as different from other convicts. Stood out nima degan? Stand, buni verb bir stand. Stand up degani turmoq.
yoki stand up. O'sha qiziqchilik, qanaqadir yo'nalish bu. Endi stand out nima degan? Keling, mana stand out turmoq deb tarjima qilib ko'raylik. Boshidan tinch degan odam turdi as different, boshqadek, from other convicts. Ma'no chiqmayapti. Bu yerda stand out degani ajralib turmoq degani. Endi yaxshiroq ma'no chiqadi. Boshlanishidan tinch, boshqa jinoyatchilardan boshqacha bo'lib ajralib turgan, ya'ni boshqacha sifatda ajralib turgan deyapti. Mana bu bizga idioma bo'ladi. Keyingi muammo, bu ko'pchilikda yo'q. Agar mana shu yuqorida sanalgan 3 ta muammo hal qilsangiz, bu 4-tinchisi katta ehtimol bilan chiqmaydi. Bu nima? Siz reading bilan shug'ullangan vaqtingiz. Ya'ni nima demoqchiman? Readingda kam shug'ullangan bo'lishingiz mumkin. Yuqoridagi 3 ta narsani qilgansiz, lekin hali ham reading o'smayaptimi? Demak, siz yetarlicha shug'ullanmagansiz. Yechim bunda, siz reading shug'ullanayotganda oylar, yillar bilan hisoblamang, soatda hisoblang. Misol uchun 3 oy repetitorga bordim, 1 yil reading qilinmasda 100 soat reading qiling. Soatga yozish kerak. Yoki 50 soat reading qiling. Chunki siz 3 oy darsga bordim deb turib, 1 oyga to'y, tug'ilgan kun, biror joyda yurgan bo'lishingiz mumkin. Shu ham 3 oy darsga kirib ketib qoladi. Sizda tushunmovchilik paydo bo'ladi. Nima uchun 3 oy darsga borsam ham hali ham o'sish bo'lmadi. Siz 3 oy dars bo'lganingiz bilan ham nari borsa 50 soat reading qilgan. Shuning uchun ham o'smaydi. Xo'p, mana shunaqa muammolar bor. Yechimlar nima? Birinchi yechim readingni soniga emas, sifatga urg'u berish kerak. Ya'ni bitta passage olgandan keyin yoki bitta mock olgandan keyin birorta ham so'z qolmasligi kerak. Birorta ham grammatika qolmasligi kerak. Birorta ham tushunmagan narsalar qolmasligi kerak. Eng kamida 90% tushunish kerak. Xo'p, agar ustozimni vaqti bo'lmasa-chi yoki o'zim shug'ullanolmasam, sherigim bo'lmasa desa, ChatGPT bu, Google Translate bu. Bu narsalar aslida cheating uchun, aldash, o'qituvchini aldash uchun emas, ilmni olishni osonlashtirish uchun o'ylab topilgan. Shuning uchun o'zini maqsadida foydalansa yaxshiroq bo'ladi. Misol uchun, hop, o'zim ChatGPT ishlataman. Tushunmagan juda ham advanced grammatikada yozilgan gaplar chiqib qolsa readingdan, o'shalarni tashlab, har bittasini analiz qilib ber, grammatikasini tushuntirib foydalanib turaman. Shu bilan bemalol bu muammolarni hal qilsa bo'ladi. Eng muhimi erinmaslik kerak. Qayta o'sha so'z topmaguncha, ma'no chiqmayaptimi, ko'ngli to'lmayaptimi, o'sha ma'noni chiqarib, tekstni to'liq tushunmaguncha qayta o'qish kerak, qayta tarjima qilish kerak. 5 marta, 6 marta, 8 marta farq yo'q. Shunda 10 ta reading, 20 ta reading ishlagandan ko'ra bitta shunaqa ishlangan reading foyda beradi. Ikkinchidan, mocklarga shoshilmaslik kerak. Mocklar faqat natijani bilib beradi. Avvalo tarjimani yaxshilab chiqara olish kerak. Tarjimadan keyin savol turib, keyin mocklarga o'tsa bo'ladi. Vaqtga qo'yish haqida umuman o'ylamasa ham bo'ladi. Imtihonga ozroq qolgan paytda vaqtga qo'yishni boshlash kerak. Shu bilan darsimiz shu yergacha edi. Foydali bo'lgan bo'lsa yoki kamchiliklari bo'lsa fikr bildirib qo'ysanglar xursand bo'lardim.